Muqaddas Qur'onda Alloh osmonlardagi va yerdagi barcha narsalarni itoat ettirganligini va shu itoat etilgan narsalarda, ya'ni tabiatda fikr qilgan odamlar uchun Allohni isbotlovchi belgilar borligi aytiladi. Bu oyatning asosida avvalgi chiqishlarimizda yaratilishdan chiqqan ichki kashfiyotlar haqida gapirgan edik. Odam bolasining yaratilishdagi o'simlik va hayvonlarga qarab turib juda ko'p foydali kashfiyotlarni qilayotganini ko'rmoqdamiz. Lekin sizga ma'lumki, hozirgi paytda ham ochilgan juda ko'p narsalar mavjud. Bulardan biri o'rgimchaklar to'ri. Ey do'stlarim, bugun biz o'rgimchak to'ri haqida gaplashamiz. Avvalgi chiqishimizda o'rgimchak to'ri haqida Qur'ondagi bir ajoyib oyatning ilmiy mantiqiy kashfiyotini bayon etgan edik. Bu videoda Qur'onning inson so'zi emas, balki buyuk yaratuvchining so'zi ekanligini mantiqqa asoslangan dalillar bilan isbotlagan edik. Bugun esa shu mavzuga boshqa tomondan qarab ko'ramiz. Yaratuvchi Alloh o'rgimchak to'riga ajoyib sirlar joylagan. Aslida o'rgimchak to'rining diametri millimetrga 0,1 millimetrni tashkil etadi. Bu xuddi shunday qalinlikdagi po'latdan 5 barobar mustahkam. Aslida po'lat insoniyat tarixida eng mustahkam va ishonchli metal sifatida asrlar davomida qo'llanib keladi. O'rgimchak esa o'z organizmida po'latdan ham mustahkam material ishlab chiqaradi. O'rgimchak to'rining yana bir siri uning juda yengilligidadir. Masalan, olimlarning tadqiqotlaridan ko'rib, yer sharining bir aylanishi uchun bor yo'g'i 320 grammlik to'r yetadi. Shunday qilib, olimlarning hisob kitoblariga qaraganda, qalamning qalinligiga teng hajmdagi to'r bo'lganda, uning kuchi va mustahkamligi parvozga tayyor Boeing samolyotini to'xtatishga yetarli bo'lar edi. Boshqa tomondan qaraganda, zamonaviy bilimlarga ega bo'lib, so'nggi texnologiyani qo'llagan inson bolasi hali ham o'rgimchak to'risiga o'xshash mustahkam materialni o'ylab topa olgani yo'q. Bu esa biz insoniyat uchun yo'l ochiq. Charchamagan mehnatning natijasida yengil, yupqa, lekin juda mustahkam bo'lgan ip va materialni Qur'ondagi tabiatda siz uchun o'rnaklar bor degan oyatga tayanib o'ylab topishimiz mumkinligini ko'rsatadi. O'ylab ko'rmaysizmi? Aqldan foydalana olmaysizmi? Fikr yurgizmaysizmi? degan ma'nodagi oyatlar bizni yuqoridagi Qur'on oyatlari ustida fikr yuritishga, kashfiyotlar qilishga yo'naltirayotgandir.